Men endi chiqdim, soat 7 bo'ldi. Ana bular aylanib kelishyapti. Aylanib kelib bo'ldinglarmi sizlar? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tirdinglarmi? Assalomu alaykum. O'tib ketdinglar boya. Ana eshigimiz ochiq edi, eshitildi. Hayırladın, kapatmayın deganingga. Voy urishadi. Tushdiganda bo'lib, Bazım şiştim hani geliyor. sal xatirib. Bu urishdim. Madridga. Kapatmaymiz. Kiya salim tamizga qo'ydim. Kechuvligi. Men uyg'otmay qolinglar, uxlayman dedim. Ular vaqtli turib chiqib ketishdi. Уже aylanib kelib bo'lishibdi. Men endi ketyapman. Ular rosa aylanishibdi. Men ko'p aylanmayman. Ozgina aylanib qaytib kelaman. Alisher uxlayapti. Kecha futbol ko'rgan. Rosa chiroyli edi tabiati. Havo ham juda ham toza. Kecha vaqtda o'tirgan edik hammamiz, ovqatlanib, gaplashib, salqinda. Mamta Mimijonning ukam o'rab qo'yuvdi, yaxshilab, maza qilib, salqinda yotuvdilar. Kechqurun anaqaga xonaga chiqqanimizdan keyin o'tda ham yana dars gaplashib o'tirdik-da. Ammo ko'rib qoldilar, quloqlarida bitta ziriklari tushib qolibdi-da. Xonalarni qidirdik, hamma kiyimlarni adardik. Topilmadi. Keyin yotgan joylarda bo'lsa kerak edilar, ammo hozir ertalab tushdim-da. Shuna qidirdim. Вот так. Turibdi. Mana. Halol bo'lsa topilar ekan. Hozir endi telefon qilib aytib qo'y. Lolaxa. Bular kim yoningizdagilar? Farzandlar. O'zim o'rgilib. Sizni shunaqa yaxshi ko'raman. Mana. Eng zo'ri Choy tayyorlab qo'ydim, Mimijon tushdilar. Lola Eltoyevani ko'rib qolishdi. Az akamga ham kelishyapti. O choy ichyapti-ku hozir. Mimi, bular choy ichyapti deb bezovta qildik. Mana bu qizga bering, mana bu sizga bermoqchilar o'zi. Nodira qayerda yotgan ekan? Shay, joizda. Yangi nima bular beradi o'zingiz berasiz. Hozir yollarda yo'q-da. Bering nasib bering. Men uyimda ham olmayman. Mana nasib. Yo'q, senga ham qidirganingga. Voy. Mana. Yaxshi ekan. Perjevat qilib. Mengachi? Mana ben uni ham Yo, Nomidan. yaxshi. Sizgami? Yo, ne bunga? Yo, so'radilar-da. Nomidan emas. Kimga beraymi? Sizga berdim men. Bo'ldi. Voy, 5 minut. zo'r ekan-da. Akamni olib hammamizga berdilar. Sebe turdi-da, o'sha joyda qoldi. Shu joyda kecha yotgan joy. Ha, qaradiyu. Nurdin edim men. Mana taqlaganni qarang. Telefon qilib, taqlaganni qarang. O'zicha bizani hamma tanib bo'ldi. O'tiringlar. Mana zirelar topildi. Bugun yaxshi yangiliklar. Mana yuvamiz endi. Endi yuvamiz uni. Mana bunaqa to'qilgan joy bo'ladi-ku. O'sha orasida. Chetini orasida tiqilib Men turibdi. o'tirgan joydami? Ha, endi siz o'tirgan joy bo'lsa kerak o'sha. Uni to'g'irlab ketgan. Ko'rinmaydi-da. Anaqani tagida, yastovni tagida. Mana zavtrakka tushdik, gaplashib o'tiribmiz. Bugun ikkita yaxshi yangilik bo'ldi. Lola Eltoyevani ko'rishdi va ziriklar topildi. Rasmlarga tushdik. Bugun yaxshi tushdik, hali rosa voqli. Tinchlik, xotirjamlik, yaxshilik bo'lsin. Xudoga xudovand davomli bo'lsin. Qo'ying bo'lsani to'rtdan to'rt ham. Voy, oyoqlarni ichini olmaymanmi? Tulas bo'ldi. Bu YouTube'ga. Ko'p o'ylavardiz shu pulingizni. Nima qilganingizda? Yo'q, unaqa tushmaysiz. Biz qozon batir qidirib yo'lga tushdik. Ishottiraman shu qilganingga.
Zo'ra bir tilim bo'lib ketyapmiz. O'z bangi bering, tekshirib beraman, kodini ayting. 4 Ya, aldamang. Voy. Plastikni bermasangiz qayerdan tekshiraman, ammo Beraman sumkamda. Mana Zomin sanatoriysida odamlar bilan onamni kelishardi. Bu juda ham balanga o'xshardi. Hozir biz bundan ham ancha balandda turibmiz-da. Mana bunaqa tog'larni balandligida turibmiz. Mana shularning orqarog'ida. Shu tog'ning orqasida. Tabiatni qaranglar, chiroyliligini. Juda ham chiroyli. Havo ham juda zo'r. Toshkentda anchadan beri mana bunaqa bulutli ko'rinmaydi. Osmon ham chiroyli. Bitta poylab turishibdi. Mani ovarishimni. Bunaqa katta somsa zakaz qilib, mazza qilib yeb oldik. O'tiribmiz mana. Tog'ni yon bag'rida. Voy, bu Muxtor patiri topib kelish oson bo'lmadi. Bir o'tib ketdi u yoqqa, bir bu yoqqa o'tib ketdi u. Hamma keling. Jinni. Tasha Muxtor aka shunday bo'lar ekanlarmi? Bular ammam bo'ladi. Faqat Muxtor aka patirib yoqdi deb aytdim. Bu yoqda bu yoqda, bu yoqda bu yoqda. Mana yetdimi? Biz bormi? Biz yana blogga keldik. Ana nonimiz endi xamir qilishyapti. Endi xamir qilishayotgan ekan. Shuning uchun salqinroq deb blog'imizga kelib, shu yerda blogdan ichib, muzdek bu blog. Juda zo'r. Shu yerda o'tirib turamiz. Bizdan keyin qaytib boramiz. Patirga keldik. Suvli sharillab oqib yotibdi. Memijon qolganlar, yelkalari og'riyapti. Ammam bilan keyin mana o'tirishdi kutib. Amakim ham qoldilar. Shuning uchun biz to'rttalarimiz keldik. Ukamman, keyin ammam. Qozonni qizdirib qo'ydilar. Ha, qozonni qizdirib. Xamirni qilyaptilar. Bundan 1 soat avval xamir qilingan. Boya kishi keldi-ku. Ha, ha. Shunda xamirni qilib qo'yib, endi qilib yotuvdi. Shundan mana Go'zal patir pishdi. Unga sariyog' surib, maza qilib yeymiz hozir. Mana yeganimizni yedik. Durdalarni oldik. Qolganini soldik paketimizga. Memijonga olib ketamiz. Opani ya. Yapir. So'z senga. Charchab qo'yayotganlar. Yo'q, yaxshi kelmadi. Soatdan beri yurimizmi aylanib? Xudoga kim bunaqa qilmaganda Allah. Charchab qoldi. Buni sovug'ini olgandan nima qo'ydi? Mimiga ham olib keldik. Mana qonlari ochib kutib o'tirgan ekanlar. Boshqa sevmadim-da. Hozir yeb oladilar. Choy damlayapman. Sherilarim mana ikkita kuruk aylanib kelib bo'lishibdi. Men chiqib endi yurishni boshladim.
Mana shu hozir yana oxiriga borishimiz kerakmi? Aylanib xonamizda qolamiz. Ya Alloh. Voy, biz rosa tez aylandik lekin. Biz yursak rastava qilib birpasda yetasan. Unaqa kechalab yurgan edi, keyin yuz berganlarim. Voy. Bugun yana o'zing shuni takrorla. Bugun senlar o'sib berdilar. Anaqa rasmga cho'kangiz ayta olmas ekanman otani. Rasmga cho'kangiz yonimga qo'yib qo'yinglar. Turmayman. Fotosessiya. Mashina o'zib berayman. Anaqa noda olayotganda rasmga bunday ko'tarib turaylik. Bo'ldi, o'zib bering. Bir quchoq qilib tegmaysan. Yildisanlar, yilmayman. Bu chiroyli ekan. Bizning ana tabiiysi ham bor. Zanjirdan mashinami? Yo'q. Bu ana baquvvat guldan odamlar ekardilar. Qancha deydigan gul. Ha, rosa baquvvat. Qolib yodinglar. Nasib o'rtaga kelyapti. Bu arzonchisi. Mayli ana. Yana chuqur. Ha, bu Shunga yetmasam. bu uchinchi bo'lishi ham mumkin. Shisham bu. Bu suvni ketadi. Voy, bu kichkina ekan. Bugun ko'prikka bormoqchimiz. Ming bo'ladi shunda. O'sha eskilar deganda ham. Ko'prikni bilmaysizmi? Nech pulligini? Ko'prikni nech pul bo'ladi? 5 ming dollar. Sizga tekin qo'rqma. Ha, yo'q, tekin emas 10 ming berdim. Yo'q, tekin. Ha, tekin. Sizlarga pensionerlarga tekin. Qanotga ham Bugun bormoqchimiz ko'prikka. Oldin ham borganmiz. Endi yana vaqt o'tkazish uchun aylanib borib kelmoqchimiz. Kanatga ham tushganmiz. 2 martalab, shuning uchun tushmayman kanatga. Ko'prikka boraman. Zipline bo'lsa uchmoqchiman. Hozir bitta kruk qilib, mana bizning mehmonxona. Aylanib boramiz shunga. Zavtrakka tushib, choyimni tayyorlab oldim. Ko'rsatdimmi yo'qmi sizlarga? Mana shunaqa katta restoran. Otelli katta restorani bor. Shvedskiy stol. Bu yerda mana hamma narsa bor. Lola Eltoyeva ham farzandlari bilan dam olishyapti. Bu yerda bar. Bizga kerak bo'lmaydi. Shunaqa. Hozir menga endi anaqa kerak. Jem или asal. Salyoga. Mana tushdi bizanikilar. Bugun hamma o'ziga o'zi oladigan bo'lgan. Mimi, bugun bilinchiklar yo'q. Anaqa yo'q. Sirni paluchka. Yo'q u ham. Nima bor? Bugunja anaqa narsa yo'q cho'ta. Ham bor, dixta ko'p bo'lishi kerak. Bugun jumada. Men tantushka ammamga hozir men kofe damlayman. Qildilar-da ammo. Ana boshqacha so'zga aylanib ketaydi-da. Endi anaqa deb qo'yish, shunaqa topib boram. Yo'q, yarim yo'lda to'xtatib qo'ydim. Yarim yo'lda. Chiroyli aytdim. Keyin shunaqa dedim. Nodir edi dedim, yo to'g'ri, yaxshi edi dedim, to'g'ri. Hammani shurasan. Yo'q. Ushmayman, hech unaqa qildim-men. Hamma ishonadi. Oyimlar akkumulyator dedilar. Dollarni do'ldirdilar. Mana shunaqa gaplar juda ko'paydi. Hozir istaganda eslolmayman, lekin juda ko'paydi. Bitta bo'lib qoldi. Anaqani nimaydi hozir raskoshon zamoti? Ha. Ana restoran topamiz. Ammam juda yaxshi olib yuribdilar. Mimi, siz o'rningizga bizani. Xo'sh bo'lib, Anaqani qo'ymayman-ku, zo'r ashula bor edi, shunga tushadigan. Pust думают спортсмены deydigan. voy,
Sen koymamman boy, esdan chiqib qolibdi. Yurayotganimga. Ha? Пусть думают, что мы спортсмены. За мной! Ko'rsat beraman. Ana kungi Nazarbekiylarga qo'ygan emasmi? Ha, o'shada. Dan 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 Ha, dan. o'sha. Cho'lding, to'ydirding, chanqog'imizni qoldirding, yegan ichganlari ibodatligi quvvat bo'lsin. Hanuzda sog' bo'lsin. Bu yurishlarimiz davomli bo'lsin. Hayot davomida yana kelishlar nasib bo'lsin. Alisherni ham topgan keliga Alloh baraka bersin. Kelini esa namoz qilmasin. Xursandchilik kunlarda billa bo'laylik hammamiz doyamda. Mana shularda o'ynab kulib dam olib, eson-omon uyimizga boraylik. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Nima olib qo'yadi? Malla deydimi? Qaysar. Mana masalaga Qaysar ot qo'ydi. Qaysar nomli otimiz Brasselda kichik qoldi deydi. Qani boshlashadi. O'sha Choqqanidan ketadi, choqqanidan. sizdan o'tgan bizga ham. Rosa kino qo'shaman buni. Rosa kino ko'rardik-da o'zi. O'zi kinoda ko'rgan lavhalarimiz esimga tushib qoladi. So'zlari. Siz yoshligimizda opamlarga ha keling mantikan dedirdingiz. Okam mayli unaqa deydi. Sizga kino ko'rib qolibdi. O'sha joyni ko'rib qolibdi. Shunday palaga Bitta men kino dinaytib shasha qilib qo'ydim bir kun. Voy. Nima bo'ldi? Norda raq ketib qo'ydi. Noto'g'ri uroga tegib qo'ydi. Voy. Mamining bor deb setib beradi. Qovunga marhamat. Mana ne unaqa biza? Yurimiz ham bir xil 57 xonimiz ham. Mana buni ushlab tashlaymi o'rtoqlar? Nima yo'lingni tegidi bilan yuz. Bu hozir bolaroq u. Mayli bo'lmasa tegdi. Tegidi bilan yuribdi-yu, buni anaqaga botirimiz buni. Bo'lmasamchi, mana Quchoqda push bergan. Qayoqqa botirimiz buni? Qani hozir hammasi yomiymiz-mi? Endi bizada yo'q, maqtanmang. Bizda yo'q. Yo'q bilan qovun bo'lmaydi. Qo'l tugatdimmi? Yo bilan bu. Avvalo qo'lini beraman, keyin Hop, hop, rahmat. qo'lni qo'yaman, keyin o'zi yana so'raydi, yana qulog'iga o'tsa beraman. Nasiba. Kinolarda mana kella qo'zg'oloniga qarab bolalarga amakilarmi yo ammanglarmi sizlarni pom qilamiz deb qo'yaman. Sizlarni pom qilamiz deyman. Qani olaylik. Bismillah. Dollarga olingan qovunlar. Qimmatroq oldim demaydi. Yaxshi. Yaxshi. Qo'yib beraman. Hozir o'qib olayman, sizlar bosh bo'lsin. Yaxshi chiqdi lekin. Yaxshi chiqqan. Kizlari ham zo'r. O'sha yerdan olib yeyveradi. Men bitta bizda yeb turaveramiz. Bittasi qoladi shu. Ha ha. Yuvayotgan ekan. Kirsam. Tomog'ingni o'rtadimi Voy, shuni? shirin tiqildi. Sana kinoga o'xshatadi, keyin yosh kelinli paytlar uzun yo'lgan oling oling yeyinsan bitta yetadi. Oling yeyinsam yo'q, yonma tomoqimga yopishib qoladi. Shirinlik qilar. Mana bugun ammang menga anor sharbat berdi. Shirinlik qildi, icholmadim. Voy. Shirinlik qildi. Sen shirin kamroq yeyman-da. Qani qiziq gaplardan bir eslash yo'q. Uy, ana tiqiladi. Shirinlik qildi, suv qo'yib. Qo'ynam shirinlik qildi. Aqida ham ajoyib video Nasiba. Siz ko'rchi bo'lasiz deb olganmiz. Birinchidan Banisaga Banisa Kopska kirib ketayotganimizda kashini yechib kirib ketgan. Qish edi, cho'chig'am. Necha yosh bo'lganlar? 74-yilda aqida. Bu 76-yilda. To'g'rimi? Bizdan to'ydan keyin Bilolmayman. bizdan to'y 76-yil bo'lgan, men yangi kelin edim. Shunaqa bo'lganmi? To'ppa-to'g'ri. To'ylidaga saldan kelib qo'yganman. Ko'p chiqarganman. Yo'tal olavering. Ko'rchi ko'p ovqat yegandan bo'ladi ko'rchi. Yo'q, ko'rchiga 2 kun, 3 kun anaqada ishlaganda chiqib izlab bilan. Shaladan Bas ko'rishdi. Chiqqansiz? hatto Chiqqanman. Undan bo'lmagan. Yo'q. O'shanda keyin operatsiya bo'lgansiz, keyin chiqmayasiz. Anaqa degansiz. maqsada. Qo'ydi.
Qo'shiq zavodida. Qo'shib zavodda. Hasan oldiga chiqib, keyin ekan ko'rchi bo'lib qo'ygandan keyin chiqmagan. Azir ishda bo'lganda to'ydan keyin ancha bir solo bo'lardi to'y paytlarida. Azir qolmagan ishda. Anaqa kuni ham salomdan keyin ham ketgan, o'sha zahotga ketgan. Yaxshi ishlarni yaxshi bilalar. Yaxshi ishlarmidi? Yo, yaxshi javob bermaganmi? Qolmagan azir. Anaqa shunaqa aqidani borganmiz bir mashinada. Bu mahal qarasam kardosh bilan paypo bilan ketdi. Mana uni bo'lgan sizlar. Sizlar dedingiz, siz ko'rchi bo'lingiz. Bu haqida paypoqingiz qani desam, karishingiz qani desam, unda karishcha kiyib borgan. U aprelda tug'ilganmi aqida? 2,5 yosh bolali. U ko'chaga chiqib ketdi, ko'chaga kirayotganimizdan o'zida. Lekin o'shanda aytganki, menga bir bola olib bering degan. Mana nima derdi? Mors. Ha, Mors oldi. ha, mors olib bering degan. Mors qishda bo'lmaydi-ku ba'zilar. Sen morsni bilasanmi deganlar bilan. Ha, bilaman degan. Qanaqa bo'ladi deganlar. Bunda oynani, aleyküm assalom. Bunda olib bo'ladi, o'sha qayerdan bo'ladi degan. Kulli bo'ladi ekan u. Qizim, avvalo bizani xonaga ham. 403. 403. Suv qo'yib ketdim. Kimdir bormi? Anvar joy bo'lgan. Uni siz Mana shu qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi, olib ketasiz o'zingiz mashina. Aqcha ichib. O'shani eshikni tagiga qo'yib. Yo'q, eshikdagi Olib kelib qo'ying. Ularni aqidan oqcha ichganini aytib berasiz. Ichirgan. Siz qilib berganmisiz? Oyna qilib berganman. Osmonov tanisi dedilar. Shunaqa. Bu yerda Adiba yig'laganda, men bir kun yotganman, Adiba suv ichib sarg'ib bo'lib qolgan. Bir kun yotsam, ertalabgacha yig'lab chiqqan. Adiba 2 yoshli, kichkina edi. Ha. Opa derazaga qarab yig'lagan. Ko'tarib chiqqanman. 18 yoshman, shunaqa edi. 17 yoshman. Kirdi, anaqalar bolangizni tinchlantiring deydi, medsestralar. Bolangizni tinchlantiring. Bu yerda uxlab yotibsiz. Hasi bir aytaman, men ham jima qolmayman. Mani bolam emas, jiyanim deyman. Opam bolalar deyman. Ha, deb qo'yavermaysiz. Kichkina bo'lgan. Negaki Adiba 76-yil fevral. 76-yil noyabrda bizdan to'y bo'lgan. Bu sal keyinroq. 1 yoshmikan. Kichkina bo'lganda o'shancha yig'lagan. Yig'lab Yoldan alışkanımız ostilarla. Ostilar kalışlar. Uzlarımga loyiq katta kiyimlar kiyib borganlar deyman, unda ixchamman. Bordi dedilar, ostilar shozman, eplolmayapman deganman. Men anaqa doktorlar aytibdi, yig'layapti. O'sha yerda kiyim alishganmiz. Jinnicha kiyimlarda men kiyganman ko'chada. Opaqi bo'lib. Avtobusda. Kiyganman, kiyim alishdi, osmonda qolganlar. Uyga keldim, men bu yerda baraka topib aqida. Hammasini janjalni qiburadi. Rahmat qizlar. Oqcha quyib berdim. Shunaqa yig'layapti. Nima yig'laysan? Onasini ham qimor qotgan ekan. Ha, shu. Nima yig'layapsan? Desam to'lib ketdi dedi. To'lib ketdi pela dedi. Voy. Oqcha to'ladi var. Voy. Keyin kelib qoldilar. Nima bo'ldi? Aqida dedi, ichmayman, to'lib ketdi. To'lib ketdimi? To'laman dedilar. Ha. Bitti ichi aqida bitti. Kamayadi. Bitti işte. Kamaydimi yo'q dedi. Yana yig'layapti orasi. Yig'layapti. Yana ozgina ichi kamayadi deyaptilar. Shunaqa yaxshi gapiribdilar. İşte. Yana işte de kamaydimi aqida dedilar. Ha, ana endi ichuvering dedilar. Bo'ldi ichuvdi. Ko'p narsada shunaqa o'tvalar. Shunaqa. Juda bo'lmagan aqida. Shunaqa janjalli ina. Ana o'sha sevimli jiyaningiz sizni anaqaga kirgizmoqchi emaslar. Yoshlanchiga. Ha, hududingizga. Men ularni qilmoqchiman. Sizni hayotingizda asal etib qo'ydilar-da, ko'k kasalkaga oyimlar. Chakchakka. Shunaqa yig'layapti, osapam yo'la dala kuziydi-da. Dala. O'tolmayapmiz, gapga kirmaydi, umuman tushunmaydi. Qaysa? Oxiri Adasi mana bu. nima deyapsan dedilar. Asal yalaysanmi desalar, ha dedi. Katta ko'chaga chiqib mashina qilib o'tirgan, oldiga ko'k kasalkaga asal qo'yib bergan. Ko'chada yalayman degan. Ko'chada yalayman. Asfaltda o'tirganlarmish-da. Xuddi shunaqa bo'ldi. O'sha yerda o'tirib Aqida biz haqingizda ketyapti gaplar eshityapsizmi? Katta ko'chada oyog'ini uzatib o'tirgan. Umijon haqida ham bor. Manda qo'yib berganlar oldiga. Mashina kamaganda, o'tmas ekan. Kelgani hamda yondan o'tirgan. O'sha yerda yana o'tirgan.
Keyin Ajoyib. voy yuzing qursin mochiq shiri bo'lib ketibdi desalar opamlarmi mochiq shiri yeyman rosa yig'lagan Atala bo'lib suyilma desalar atala ichaman. Hojivoy gapi to'g'ri-da. Qattiq ichaman degani. Qo'limni nechta pulga olmaydi beraman. Hech bo'l bo'lsa arziydi. Yo'q. Juda shirin, men yo'talib yondim. To'xtashi to'xtab qo'ydi. O'ntacha g'aram qilib qo'yibdi. Bitta aravada ham turibdi. O'shancha men ura tinmay qovundan xavotir oldi-da. Yaxshi Boyi chiqmasa sayib kerak. keldim. Birdan bir kun u. Hammasi. Oxirida shunday kelib, oxirida kichkina bola ekan. Ali hamaka yalinuvdi-da. Kichkina ekan, kattagina bola. Keyin oxirgi mashinaning nechi pul dedi. Ogim yo'q endi. 15 ming dedi. Bu qimmat o'tdim. 10 ming bera qoling dedi. Dedim 5 ming bera qoling. Keyin Uyalas endi. uyaldim mana 5 ming dedi. Mana boshqa joydan ana chiqib o'tib tuzroq qo'ng'alab deb turib mashina dedi. Oldim. Keyin boshqa joyda uchramadim. Uyalganda yana qo'shib bermabsiz-da. Yo'q, adasi yo'llarda uchradi. Bundan 5 battar. Yo'q, unaqalarni bilmayman. Lekin yomon emas Bir ekan. tuzroqni qo'lda uchramadi-da. Mana biza betga kelishimizdan oldin Alisher bizani Issiqko'lga olib borib joylab keldi, yaxshi joyga. Etga bultir Irodaxondan chiqishgan ekan. Men salqin edi, yo'q, salqinlik qiladi deb bultir chiqmovdi. Men pullarim kuyib ketdi. Bu yil o'zi bordi-da, qarangki tasavvurida biz turgan kottej o'sha o'zi olib borgan joy Chayka Resource degan joy ekan. O'shaning kottejida turdik. 1-2 metrlik yo'l ekan. Irodaxon ham aytdilar, rosa yaqin, oyijonda chamadonni bundan sudrab olib borsangiz ham yetib olasiz. Dilavoy icha yaqin. Aeroportga yaqin deb o'ylashdi ular. Aeroportgacha yaqin ekan dedik. Tushdik. Chayka Resource deb taksilar bilan gaplashyapti. Ana 8 kishiliklar bilan. O'zi 6 ta biz Asher bilan 7 ta 7 ta chamadonimiz ham bor. Gaplashdik, tasaga aytdiki, Alisher xolos, men so'm beraman dedim. Shunaqa dedi, ularni puliga. So'm. Ha, so'm. De anaqa deyapti. 1 minutlik yo'li deyapti. Yo'g'e deyapti u bola, qirg'iz bola. 1 minutlik yo'g'e deyapti. Taksistlar kulyapti. Keyin taksistlar Alisher kulyapti. urib yengyapti 1 ularni. minutlik yo'li deyapti. Keyin necha minutlik yo'l dedi, ana taksist kuldida 2 minutlik yo'l dedi. 2 soat yo'l ekan. 22 minutlik yo'l ekan. Yo'q, ketyapti Alisher, hali ketyapmiz. Yetmayapmiz-da, shunaqa uzoq deb palakat, yana tekis yo'l. Bosib ketyapti, radar yo'q, svetofor yo'q. Shunaqa uzoq. Voy, palakat dedi, bu boshqa joyga olib ketyaptimi bizani dedi. Qayerga olib ketyapsan, ey dedi. Abiymi bir bola dedi. Chaykaga ketyapmiz, Chaykaga 2 minutlik yo'lni qo'yadi u. Keyin oxiri tan berdi. Qo'shib beraman dedi. Bo'ldi, san dedi, ha. Yo'lga borgan ekan, bo'ldi, yana 500 qo'shib beraman. Qo'shib beraman senga dedi. Uzoq ekan dedi. Ha, ruscha. Ha. Ruscha, qirg'izcha. Chala yarim tushunyapti. Anaqa keyin 500 so'm qo'shib berdi. O'shanga o'xshab qovunni 500 deganda yo'q deb 7 ming bermadi. Uyalib ketdi. Keyin olish niyatim edi, qo'llanmashasiga olgim kelmayapti. Oling hamaka oling deganlar boy bola to'xtadim, nech bo'ldi mana masalan, mana nech bo'ldi dedim. 15 ming bera qoling dedi. Nima qilmoqchi qilmadi dedim. 10 ming bera qoling dedi. Nima aytsam 5 ming bera qoling. Ish qilib o'zini qo'liga-ku. haqiqatda ye Otamda hayvonda otamda. Yetmaydi bu suv friz qilarkan. Hozir ketamiz deb Assalomu alaykum. Ha, yaxshi bo'lsin. Qaqib ketdi. Qo'lasini endi silayapti. Oz tog'ga chiqib keling. Akam kekiga borgangan. Tog'ga chiqib keling, men otib kelaman. Hali avtomatmi nima balog'i qani? Avtomat. To'yinglar emasmi bugun? To'yligi shakar. Alisher, ana olinadimi ana orqadagi podushka? Yo bo'ylangan. Dedingmi? Bator. Bo'ylangandan yulib olib beraman. Qarasinglar. Biza mana sohibi ehson ammam sharopatlari bilan yig'ildi. Nima edi? Qullig'im Nima dasturxoniga deydi?
Ehson dasturxon. Ehson dasturxoniga yig'ildi u mana. Har qancha qilsa bo'ladi. Akasini tug'ilgan kunlari. Nishonli o'zi. Inshaalloh. Nishonlimiz. Mana Doniyorboy masalan kiyik yeb o'rganganlar. Doniyorboy kik go'shtidan yurganlar. Kiyik go'shtdan yurgan. Ziyodi sohibidan Ammo bugun kiyik, ertaga bug'u. bo'ldi, manchi shu tog'dan kelmayman. Shunaqalar o'ylab yuraman. Sirtda yuravering, o'zimni olib kelib olaveradi. Mana narsani tashib ketsang bo'ldi avtomatik. Dublonkami nima edi? Nima u? Dubinka. Dubinkami? O'sha boshiga bir urib. Doniyor ki olib ket deyman. Borasan olib kelasan, mahallaga ketasan. Bitta Doniyor aytdi, zakasini. Aytinglar boshqalar. Bu marhamat so'z sizga. Zakasiz. Nima bo'lsa shu. Holiga aytavering, mana quyib turibdi. Gapiramyapsiz. Go'shimi barqi yo'q dedi. Alisher nima ekan? Men o'xshatib aytaman. O'xshatib. Opamdan kim bilmaymizki. Menga emasdimi? Nima anaqa? Menga ham. Yo'qotganmi o'zi? Kimlardir yomon. Mastabaman. Bir to'rtta aytaylik. Quruq go'sht bilan qanaqa o'tiramiz? Choy bilan. Voy, ukam bechara shashlik yeb ketmoqchi-da uyiga. Sizlar yeveringlar shashlik. Ammam doğrular. Nodir. Puling yetadimi? Tandirimiz keldi nihoyatda. Juda tuxanmiz va Marhamat qilinglar. Qolgan ovqatimiz kelguncha buni yeb olamiz. tandir tez yomon bo'lmaydi. Mana shashligimiz keldi. Olinglar sovumasdan. Bo'rshamat men bo'ldimi shu qilib? Ben beruvdim yigit. Bolalarimizni tan joni sog' bo'lsin Xudoyo. Shu davrada o'tirganlarning yurishlari bardavom bo'lsin. Bu yerdagilarni ham kasbkoriga baraka bersin. Yo'lga chiqqanlarning yo'llari bexatar bo'lib, eson-omon yetib. Allohu akbar. Allohu akbar. Yaxshi dam olinglar o'rtoqlar. Lekin gayo borishga vaqtinglar kam. Akammi sizlarga, sizlarni Xudoga. Oldi. Borib qaytib kelishga charchaysan. Qarda boraylik dedim. Mana shu akam bir qadam deb yo'l olib ketibdilar bizani. Oldin qarda borganimizda ham uzoq tuyulgan edi. Hali ketyapmiz mana. Ya'ni qorlarga bir chiqmaymizmi oldiga? Xayrlashib, anaqa Mimi bilan chiqib ketdik yo'lga. Men bugun ketaman. Bular bilan hozir anaqaga boramiz ko'prikka-da. Agar topa olsa boramiz. Topamiz, Alisher Rushatga borib meni olib ketadi keyin. So'ngga qilmoqchi edik, restoranning ovqati o'ldi. Kech qolib. Rosa kech keldi-da. Bo'lsan sal vaqtliroq anaqa qilganda zo'r paytga borardik, quyosh botishiga. Kech bo'lganda qaytyapmiz biz. Уже issiq bilindi. Tog'dan tushdikda, tog' juda salqin edi. Hozir Jizzaxdamizmi? Zahmat, Zomin shahar, shu temiz suvda. Zominmi? Уже bo'tam issiq. Zomin shaharida. Hali Toshkent nechi bo'lsa? 4 soatda yetib boramiz. Yonayotgan bo'lsa kerak Toshkent.